qora sehrdan himoya siriga ega oyat haqida e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun Imom Shoziriyning Hizbul Bahr deya nomlanuvchi juda ta'sirli duolaridan 10-bo'limda kelgan shayton sharridan va qora sehrdan himoya siriga ega oyat haqida e'tiboringizga havola qilamiz. Hizbul Bahr bir duosi bo'lib, juda ko'p ko'ngilsizliklarga malhamdir. Inshaalloh biz kelgusida bu ajoyib virni barcha asnodlari bilan to'liq e'tiboringizga havola qilamiz inshaalloh taolo. Agar o'zingizga va farzandlaringizga jin yopishib, majnun qilishidan qo'rqsangiz yoki sehrgar birortasi bilan deyishib qolgan bo'lsangiz, u sizga sehr qilishidan xavotirlansangiz, ushbu Hizbun Nasrda kelgan oyatni kuniga 70 marotaba o'qishga harakat qiling. Inshaalloh taolo kuchli bir himoyada bo'lasiz. Endi agar sehrlanib bo'lgan bo'lsangiz, shu sanoqda o'qing, foydasini ko'rasiz inshaalloh taolo. Oyat budur. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Hamim. Tanzilul kitabi minallohil azizil alim. G'afirul zambi wal qabilit tawbish shadidil iqabi lit-tawli. La ilaha illa huwa ilayhil masir. Muhtaram birodarlar, ushbu Telegram kanalida kanalimizga doir xabarlar, unga doir yangiliklar, e'lonlar berib boriladi. Muxlislarimiz bunga a'zo bo'lishni unutmasinlar.